kiyib ulgurmagan ko'ylaklarni birinchilardan bo'lib kiyishni xohlasanglar, bu videoni o'tkazib yubormanglar. Juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi har kunligi mos kelib ketaveradigan ko'ylaklarimizdan Xadicha brend do'konimizga olib kelib qo'ydik. Shunaqangi nafis ko'ylagimizni biz to'rt xil rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. Qiziljonlar rosa ham qulay, ustinglarga maza qilib shunday tashlab ketaverasizlar. Bu ko'ylagimiz umuman kirishib ketmaydi. Dubayskiy shtapel materiallari. Keng qismida shunaqangi chiroyli qilib, fransuzskiy krujvalar qilingan. Oldi qismi ham asal qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan qiziljonlar. Men sizlarga rasvetkasini ko'rsataman. O'zim kiyib olganim shunaqangi qora rangidan bor. Xohlasanglar shunaqangi jigarrang rangidan olsanglar ham bo'ladi. Risi ham chiroyli bo'lib turadi. Pastki qismlarini qaranglar, qanaqangi asal qilib ishlangan. Juda ham chiroyli bo'lib turadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shunaqangi bardov rasvetkasi bor. Orqa qismini ham ko'rsataman. Shunaqangi bazaviy bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin yana shunaqangi izumrudniy rasvetkasini ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'zga bitada tashlanadi. Shu ko'ylagimizni risi ham tez sotilib ketyapti. Chunki hamma kiygan klientlarimizga risi ham yarashib turibdi qiziljonlar. Narxiga keladigan bo'lsak 450 ming so'm, razmerlari esa 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Dastavka xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Qiziljonlar hammanglarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.